O'zim arxivga kirib bo'lgani uchun, arxitektura qiziqqanim uchun sizlarga ham qiziq deb o'yladim. Mana shu orqamda turgan narsa bino bu o'sha namozxona va kichik kafeni binosi ekan. Reshenasi juda oddiy. Juda qiziq, qarang, tomi juda uzun chiqargan. Mana bu erkaklar namozxonasi, erkaklar tahoratxonasi, narigisi ayollar namozxonasi, undan keyingisi ayollar tahoratxonasi, undan keyin kafelar joylashgan. Hozir men kichkina obzorcha qilib shu namozxonani ko'rsatib beraman. Qarang, eshikni ochib kirishinglar bilan kichik tahorat qiladigan zonasi. Bu tushunishingiz uchun faqat tahorat qilinadi bu yerda. Bu kichik namozxonasi. Assalomu alaykum rahmatulloh. Va planirovkasiga. Informatsion planirovkasi. Mana bu erkaklar va ayollar uchun tahoratxona, erkaklar ayollar uchun g'usl qilish uchun joy ekan. Bu yerda kafe уже. Kichik kafe. Buni nima ko'rsamman, mana shu narsani bizda ham shahar bo'ylab hamma joyda tashkil qilsa juda xursand bo'lardim, chunki aholini 80% musulmonlardan tashkil topgani uchun. Endi mana e'tiborga qaranglar. Oddiy texnika turadigan konteynerni agregat turadigan joy, lekin ham tepasini biz borgan to'g'risi bor-ku. Perforatsion temir perforatsiya qilib turib, reshena qilgan. Shu Qatar orolchalarini ko'rsatib o'tgan. Ashi qiziq, to'g'risi. Qoyil qolma, juda katta lajina summa tikilgan.